Bo'lsalar tashakkur. Davramizda tantanamizni shodiyonamizda davom ettirar ekanmiz. Davramizga hurmat ila, kamol ehtirom ila to'ybolamizni oq-yu baxtarab, halol rizq berib kamoliga yetkazgan volidai muhtaramalari, qiblagoh badara buzug'onlar davramizga chorlaymiz. O'zlarini suyukli farzandlarini qutlab, aziz mehmonlarimizga xush kelibsizlar deb davramizni Sardorbek akamiz, Feruzaxon opamiz fayzli qilib davom ettirib bersalar. Kelinglar marhamat, hurmatli aziz to'yboshlarimiz. Siz bor uchun tashvishlardan o'g'lingizdir panada. Bu dunyoda men uchun qahramonim sizlarda. Sovuqni sovuq demay ishlaysiz qish chillada. Bugun shu so'zni aytay, qahramonim sizlarda. Menga tayanch bo'lasiz kulfa kelgan pallada. Bosh egib cho'kamiz tiz, qahramonim sizlarda. Hurmatli aziz to'yboshlarimiz, Sardorbek akamiz, Feruzaxon opamiz, davramiz sizlarga muntazir. Kelinglar marhamat. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onani mehri-yu tafti boshqacha. To'lsang hamki 90, 100 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, Xudodan tunu kun baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Hurmatli aziz ota-onalar, duoga insonlarimizni davramizga chorlaymiz. Sardorbek akamiz, Feruzaxon opamiz to'ylar